Yevropada o'qishni, malakali xorijiy olimlarning ta'limini olishni orzu qilasizmi? Bu orzungizni biz bilan amalga oshiring. Termiz davlat pedagogika instituti sizga xorijiy ta'lim uchun imkon yaratadi. Bu imkoniyat orqali siz nafaqat xalqaro standartlarga mos zamonaviy bilimlarga ega bo'lasiz, balki kelajagingiz uchun mustahkam poydevor ham yaratasiz. Talabalar uchun yaratilgan sharoit, bilimli ustozlar va interfaol o'quv jarayoni sizni kutmoqda. Bizning hamkorimiz Yevropa xalqaro universiteti CEO World Magazine reytingda dunyodagi eng nufuzli 100lik universitetlar qatoridan joy olgan bo'lib, QS Star maqomiga ega. Termiz davlat pedagogika instituti va Yevropa xalqaro universiteti bilan hamkorlik kelishuvi asosida tashkil etilayotgan qo'shma ta'lim dasturi bo'yicha 2026-2027 o'quv yilida xorijiy til va adabiyoti ingliz tili ta'lim yo'nalishi magistratura mutaxassisligini 1+1 o'quv shaklida o'qish imkoniyatiga egasiz. Eng qulay jihati shundaki, sizdan xorijiy til sertifikati talab etilmaydi va o'qish yakunida TESOL sertifikatiga ham ega bo'lasiz. Bu imkoniyat bilim izlovchi yoshlar uchun ochiq. Qo'shma ta'lim turi orqali birinchi yil Fransiyada, ikkinchi yil esa O'zbekistonda o'qib dunyoqarashingizni kengaytirishingiz mumkin. Natijada siz ikki davlatda tan olinadigan ikkita diplom egasiga aylanasiz va muvaffaqiyatli kelajak sari dadil qadam qo'yasiz. Kelajagingizni bugun yarating. Termiz davlat pedagogika instituti sifatli ta'lim, yorqin kelajak.